bemorimiz autistik spektrdagi buzilishlar bilan bizga kelgan Qirg'iziston fuqarosi, lekin Novosibir fuqarosi. Tagi Qirg'izistonlik, Novosibir fuqarosi. Ребенок с диагнозом расстройства аутического спектра лечится у нас, но нерегулярно, недисциплинарно, и, значит, является гражданином России и гражданином Кыргызии. Xo'p, nima yaxshi o'zgarishlar? Что лучшего, что хужего? Gapiring. O'zbekcha ham, qirg'izcha ham gapiravering. Qaysi? Ruscha gapiradi. O'zi ruscha gapirishni bilib oldi. Gapiradi, jiddiy. Kelinim, nevra kelinim ruscha dars beradi, ruscha gapirsa. Gapiryapti. O'zgarish bormi? Bor. Nima o'zgarishlar? Что лучшего, что? Ancha-muncha Gapiryapti. Xudoga shukr, rahmat. Qani gapiring. Tuzingmisan? Молодец, mana men bilan ham yaxshi suhbatlashyapti. Nimaga? Hozir nimaga dedi? Nimaga Novosibirda ko'rsatmadingiz? Bizda ko'rsat. Ko'rsatganda. Ko'rsat. Yaxshi davolaman. Bog'chaga chiqardi. Bog'chada Hozir bolalarni bitta Qirg'iziston fuqarosi bilan biz tortishib yotibmiz. Sen tufayli dedim, umuman Qirg'izistonlarni davolayman dedim. O'shdan ekan. Ya nimaga deng? Yo'q, eshittiring. Bitta narsaga xafa bo'layotgani men qaranglar. Biz kasallikni ko'rsatib beryapmiz. O'zi 5 yildan beri davolanadi. Vladivostokda tomografga tushsa sog' deb berib. Sog' bo'lsa dedim, nima 5 yildan beri davolanasan dedim. Desam, meni sog' deyapti-yu, bolamni deydi. Men aytdim, seni bolang sog' bo'lsa dedim, bizga kelgungacha 5 yildan beri davolanas ekansan, davolanaman dedi. Davolansang dedim. Nimaga unda dedim? Bolam sog' deyapsan. Shuni tekshiruvni jo'natdik, jo'natuvdi. Stilka bilan ko'rsatib qo'ydik. Mana kasali deb desak, baribir deydi, bolam sog' edi. Sog' bo'lsang bizgacha dedim. Keyin nima bo'pti? Yaxshi qilyapti. Shu Primorskiy kraymi nima dedi? Primorskiy kraydan bizga kelsan desam, o'sha keluvdim. Bolamni nutqi yaxshi emas. Nutqi yaxshi emas bo'lsa, o'sha nutqi yaxshi emas sabablarini stilka bilan ko'rsatib qo'ydik desam, tomografiyada ular sog' deyapti-yu deydi. Bo'lmasa dedim, yer sog' degan bo'lsa, nima ashida yuravermading, kelmading desam, o'zi aytdim, bolang sog'mi, kasal desam, kasal deydi. Yengil kasal deydi. Men aytdim, Qirg'izistonchida bunaqasi yo'q edi, bitta sen chiqib qolding dedim. Keyin bor, bilganingni qil dedik. Xullas, asabga tegdi-da, ancha asabga tegdi. Chunki biz yinani uchida narsa uchun ham talashamiz-da, haqqoligimizni isbot qilamiz. Unaqa narsani ko'tara olmaymiz. O'risni telefonni ber desam, bermayapti. Ber menga ko'rsatib beraman dedi. Xullas, bolam sog'. Endi men tushunyapmanki, shu buvasi bilan qizini o'rtasida qanaqadir problemasi bor. Endi ko'rsatgan bular, Rossiyada ko'rsatdi. Davolasha olmadi. Mashina ham mana rossiyalik fuqarolar juda ko'p. Keyin sizni ko'rib qoladi telefonda kuyov bolam. Ko'rib qoling, lekin men qarardim bu bolaga. Tezlik men bu ashika olib borsin dedi. Endi O'zbekistonda singlim bor, yana bu yoqqa sizda topib keldik-ku. Bo'ldi. Sanatoriyada yotdik. Aya endi uzib qo'ymang lecheyasini, shu bolangizni zo'r qilib beraman. Kelishdik, xo'p bo'ldi. Aytganingiz kelsin, aynan duolar qilaman. Xudo xohlasa sajdalarimda duo qilaman. O'shlikka ota Moxlara aka insof bersin. Asabga tegyapti. Doim shu tezroq gapiraversa, men ham yoshim 80ga ketyapti. Shu bola nimasini ko'tara olmayapti. Tezroq gapiraversa, ota-onasiga olib borib bersam, bog'chaga chiqadi. Bo'ldi. Aynan. Xo'p.